Ben Sima'nın apsiyi bilgen sizlarga yeyishlik hem o'zgacha bo'lgan mahorning etish usulini olib keldim. Shavu choy yoki nashtada murabbalar milab yeyishga pek mos keldi. Hamsa 1 kilo unimiz, 3 tal tuxum, kichik qo'shqimizda soda, cho'ng qo'shqimizda 1 qoshiq xamir turush, cho'ngroq sirkayimizda 1 sirkaya, chuchugan meyimizdan 1 piyola shakarimizdan tayyorlab mushalatda bir aralashtirib olamiz. Anandaki süt yoki suyimizni cho'ng chinda yarim qilib tayyorlab olamiz. Mush materialni bir ilashtirib olg'ayaqi anandaki sutimizni quyib, ilashtirib xamir holatgacha yo'g'irib tayyor qilib olamiz. Xamir yo'g'irilib siliq holatga kelganda 15 minutdan 30 minutgacha tindirib qo'yamiz. Xamirimiz ting'ayaqi lag'mani pilti qilgandek mush holatda kichikroq qilib kesib olamiz. Piltlarimizni qilib yana 10 minut tindirib qo'yamiz. 10 minut tindirib oldik. Endi mush holatda lag'man tatgandek chimchilik barmoqimizdek holatda ichib olib, enchiklatib olamiz. O'zingizlar yaxshi ko'rgan holatda tugib tayyor qilib olsanglar bo'ldi. Men mush holatda tugib tayyor qilib oldim. Meyimizni bir ishtik o'tda bir qizitib olamiz. Andan keyin o'tni pasaytib birdan o'chirib yetib, kichik holatdagi o'g'limizning silmayning qizg'an holatini sinab baqsaq bo'ldi. Birinchi cho'nglar kichik holatda qilib pishirib qo'yadi. Qaysonlarning iste'molishda qilgan oilada quymoq yoki mushda pishirilgan narsalarni pishirib qo'ysak, opalarimiz chuqur boshlan jonivorlarning rizqi deb birinchi bo'lib shu holatda qilib pishirib ilib uydagi jonivorlarga beradigan. Tillagan xamirlarimizni hammasini mushda tugib tindirib olsak, texim yaxshi, mayga sag'anda texim yaxshi rang ilib payzi pishib chiqadi. Mush holatga chuqur diqqat qilinglar. Yemizni normal holatga soltirib olgandan keyin, aniki mahsulotlarimizni mayga silib pishirib olsak bo'ldi. Esinglarda bo'lsin, chuqur asta o'tda uzoq pishirib olamiz. Mahsulotlarimiz bir oqir pishib ketdi. Tishi yo'q cho'nglar yoki bolalarga chuqur yoqtirib qoldi. Hamsilarni chuqur sinab yiqinglar.